Hurmatli podpischilarimiz, hammaga assalomu alaykum. Bugungi bizning birinchi mashinamiz Cobalt 95 088 mashinamiz bitgan. Bizning klientimiz video internet orqali ko'rib, bizlarga zakaz buyurdi. Mashinani полный shunday komplektda ishlab berganmiz. Hurmatli klientlarimiz, bizning ishimiz har kun ishlab turibdi. Просто video kam qo'yib turibmiz. Bizdan to'g'ri tushunasizlar, sal vaqtimiz bo'lmayapti. Xullas, endi bakana qo'llangancha video qo'yib boramiz. Hozir YouTube uchun maxsus video ishlab beramiz. Shu mashinani полный shu turishi 2 million 300 ming so'm bitdi. Shu ichki ishlari hammasi, ustani puli, materiali, kolakkisi hammasi 2 million 300 ming so'm bitgan. Eng arzon bahoda ishlab berganmiz. 2 million 300 ga liboy yer bilan solishtiraverasizlar. Hammasi premium klassdagi yaxshi narsalar ishlandi. Polik, linoleum, germetizatsiya ishlari, rul chexol, torpeda chexol, bar, chexolni o'zi, brizgavik ishlari, bagajda polik, hammasi ustani qo'l bilan shu bahoga bitgan. Yaxshilab diqqat bilan nazar solinglar, mashinaning ichidan neden akkuratli bo'lib chiqqan. Alcantara, yashil svetda haqiqiy original rul chexollari ishlangan. Firmenniy chexol Prestige hozirgi kunda trend bo'lib turgan eng zo'r chexollardan ishlangan, kombinirованный yashil qora ishlangan. Undan tashqari master klassning original poliklari qo'yilgan. Torpeda chexollarimiz ham yaxshi ishlangan. Ko'rib turibsizlar, kombinirованный variantda yashil qora. Xullas, podmasat ishlangan, salonning ichi skromniy ishlangan. Kimga shunday yaxshi xizmatlar kerak bo'lgan bo'lsa, biz har doim ishlamiz. Bu yerda yana bir paket Midnight qora Cobalt'ımızın işi полный komplektatsiyada ishlari ketib turibdi. Arka taraf görünüşler shunday bo'ladi. Bu universalniy avtonaketkilarda ish yo'llarida ozgina ochiq qoladi. Atak boshqa yerida hech qanday muammo bo'lmaydi. Ham puli arzon, ham ina shunday navrotdan chiqarsa bo'ladi mashinani. Hurmatli klientlarimiz, bizdan kuzatib boringlar. Qo'ldan kelgancha biza istoriya, video hammasini qo'yamiz. Bizning asosiy Instagramga kirib kuzatinglar. Instagramda har kun istoriya qo'yib boriladi. YouTube'da kam qo'yamiz. Instagramimizni aytamiz: To'rtko'l avtomobil 111. Podpisatsiya bo'lib qo'yinglar, like bosinglar videolarimizni. Shunda hamma videolarni sizlar birinchi chiqqan videolarni ko'rib boraverasizlar.